Rahmatulloh, yirik loyihalaringizdan biri Yevrosiyo jahon bozori haqida ozgina ma'lumot bersangiz, oxirgi 3 oy ichida qanaqa natijalar qildingiz? Xo'p, oxirgi 3 oy ichida aynan Yevrosiyo xalqaro savdo markazi jahon bozorimizda umumiy sotuvlarimizga haqida gapiradigan bo'lsak, 5 million dollardan oshiq sotuvda, endi so'mda hisoblaydigan bo'lsak, 60 milliarddan oshiqroq umumiy savdo qilindi. Ha, ya'ni 3 oyda 60 milliarddan. Endi bu bitta o'zim emas, u jamoaviy. Bu jamoa albatta 15-20 dan ortiq sotuv menejerlar, call center mutaxassislar, dasturchilar va shu kabi ko'plab mutaxassislar ham ish olib boradi. Oldin o'zi qanaqa holatda edi? Ya'ni oldin qanaqa edi, hozir qanaqa holat? Ya'ni oldin sotuvlar qanaqa edi? Oldin qanaqa instrumentlar ishlatilgan? Hozir qanaqa instrumentlar ishlatilyapti? Oldin qancha ishchilar ishlagan? Hozir qancha ishchilar ishlayapti? Oldin an'anaviy eskicha tizimda ishlashgan, ya'ni mijoz kelganda to'g'ridan to'g'ri eskalik oldingi zamonning kataloglarini ko'rsatib, shu holatni ko'rsatib tushuntirishgan va bu holatda qiyinchiliklar, muammolar bo'lgan, ya'ni nima desangiz bo'ladi, qaysi do'kon sotilgan, qaysi do'kon sotilmagan, qaysi bir band va umumiy vizual holatni ko'rsatish, mijoz ko'rsatib berish va bron qilish tizimi, shu kabi narsalar qiyin bo'lganda va aynan sotuv menejerlariga yetarlicha sharoitlar qilib berilmagan. Bir paytda o'zida mijoz shartnoma qilishi, bron qilishi va qaysi joy bo'sh shaxmatlar umumiy holatda pashta tartiblanmagan va tajribali xodimlar juda ham kam bo'lgan. Va shu kabi muammolarni hal qildik, sotuv menejerlar oldik, call center tizimini mukammallashtirdik, CRM tizimlarini joriy qildik va sotuv voronkalarni tuzdik va mijozlar qaysi etapda ko'proq yo'qolib qolyapti, qaysi etapda misol uchun kam bo'lyapti. Shu holatdagi muammo kamchiliklarni bartaraf qildik va mijozlar oqimini shundan keyin katta mass marketing, performance marketing qilib, mijozlar jalb qilib, jamoaviy sotuvlarni amalga oshirib bordik. Va hozirda shu sotuv menejerlarimizni ham, call center mutaxassislarini ham doimiy tarzda tajribalilarini tanlab, saralab, o'qitib, o'rgatib, rivojlantirish ishlari olib borilmoqda. Va bu hozirgi holatda juda ham ko'ngildagidek natija emas, to'g'risini aytsam. Bundan ham ko'proq natija qilish mumkin edi va jamoa bilan qilingan kamchiliklar, xatolarni o'zida ishlab, bundan ham katta natijalarni xudo xolasa qilish harakatidamiz, xudo xolasa. Sizlardan oldin sotuv qanaqa bo'lgan? Ya'ni masalan, bir oyda qancha sotilgan? Sizlar kelganlaringdan keyin sotuvlar qanaqa bo'ldi? Ya'ni qancha sotilgan? Endi bizdan keyingi holatda aynan ancha holatda sotuv bo'lgan deb aytsak, kimgadir ko'ngliga ozorib qolishi mumkin, lekin biz kelganimizdan keyin albatta kattaroq hajmda sotuvlar bo'lgan, chunki biz Instagram brend taniqliligiga pashta e'tibor berilmagan. Umumiy holatda faqat 2-3 ta blogerlarga berilgan, ma'lumot berilgan, hatto rasmiy Instagram sahifasi, Telegram sahifasi, YouTube sahifasi, logotipiga, hatto brendingiga ham e'tibor berilmagan. Va bularga ham polностью e'tibor berildi, rasmiy veb-saytlari qilib berildi. Ya'ni ko'proq mijozlarga sizga ishonib pul to'lash uchun birinchi o'rinda odam sizga ishonishi kerak. To'g'ri. Qachonki ishonsagina sizga masalan uchun mana 50 ming dollar olib qo'yingki, ana shu do'koningizni bering, 2-3 yildan keyin bitadi. Rozi bo'ladi o'sha 50 ming dollar berib ham sizga rozi bo'ladi. Vaholanki bizda o'rtacha boshlang'ich to'lov bilan sotganmiz, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga emas, boshlang'ich to'lovli, kamida masalan uchun 10 ming, 20 ming, balki 50 ming dollar boshlang'ich to'lovni to'lab, keyin olishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa shartnoma qilinmaydi. Yana aytaylik, men mijozman. Bozor yangi tushyapti hozir. Har bir mijozda baribir shubha bo'ladi. Albatta, qo'rquv bo'ladi. Ya'ni bu yerdan qachon bitadi, kim quryapti o'zi? Kim quryapti? O'zi shunaqa muammolar bo'lgan. Bir ikkita qurilish kompaniyalari Xitoy, Toshkentda xitoyliklar qurib, bilmayman, ketib qolgan bo'lsa kerak, shunaqa deyishdi. Bunaqa loyihalar ham talaygina. Albatta, kompaniyani uroveniga, ya'ni xitoyliklar kelib quryapti jahon bozorida. Albatta, bu ham qaysidir ma'noda mijozlarni ikkilanishiga, qo'rquviga sababchi bo'ldi. Endi bu narsani yengish uchun konkretniy strategiya asosida ularda obro'sini, prestij ko'tarib berish kerak. Bo'lib ham ko'p qurilish kompaniyalari shaxsan to'g'ridan to'g'ri mana shu qurilish kompaniyalari rahbari menman deb chiqib beradigan quruvchilarimiz juda ham kamda, qo'rqadi. Hozirgi vaqtda bo'lib ham ba'zi bir kompaniyalar bor, o'zini nomiga ham ochmagan anaqa qurilish kompaniyasi. Bu juda ham qo'rqinchli holat. Shuning uchun maksimal darajada rahbarlarga ko'ndirib olib chiqib, brendini va kompaniya imijini ko'rsatib, ishonchiga erishganingizdan so'ng ular o'zi qo'lida puli bilan kerak bo'lsa topshiradi va shartnomani boshlaydi. Albatta, biz ham hozirgi holatda juda ham umumiy O'zbekiston miqyosida kompaniyaning imijini, brendini tanishni boshlaganmiz, xohlasa bu hali hammasi emas. Bundan keyin yana qo'shimcha katta loyihalar bor. Instagram, YouTube sahifalarimizni ko'rsatib ochiqlab boramiz. Endi shu xohlasa. Mijoz sifatida mana shu jahon bozori haqida menda yana bir savol tug'ilyapti. Xo'p.
xaridorlar oqimi qayerdan keladi? Agarda men do'kon sotib oladigan bo'lsam, hozir aytaylik, mana eng yirik loyihamizdan biri shu deyapsiz, Yevrosiyo jahon bozori deyapsiz. Agarda men do'kon sotib oladigan bo'lsam, bu yerdan mijozlar oqimi qanaqa bo'ladi? Ya'ni men qiynalib qolmaymanmi ertaga? Mahsulotlarimni sotishda yoki boshqasida. Ha, jahon bozoriga mijoz Ha. trafik qayerdan keladi deyapsiz. Xuddi Trafik bu jahon bozoriga asosan eng katta trassa yo'li, ya'ni Farg'onaga kirish darvozasi bu. Darvozasidan bitta o'zi bir oyda hisoblab ko'rganimiz 32 mingdan oshiq trafik bor va yangi Marg'ilon massivi qurilyapti. Yangi Marg'ilon City va u yerda ham o'rtacha hisobda 100 mingdan oshiq aholiga turar joy majmualari, turar joy uylari, xonadonlar qurilyapti. O'sha joyda o'zida o'zi kattagina hajmda mijozlar oqimi bor. Ya'ni bu yoqda 100 mingdan aholi odam, bu yerda 34 mingdan odam va eng asosiysi logistika markazi, ya'ni vodiyda hech qaysi bozor yo'q, logistika markaziga ham ko'p urg'u berganmiz. Undan tashqari avtoshama bekati ham shu yerga ko'chishi rejalashtirilgan. Ya'ni bozorni atrofida o'sha yetarlicha aholi bor demoqchisiz. Va hozirgi holatda durustdan yashagan yo'q, lekin uje planlashtirilgan rasmiy ro'yxatdan tasdiqlangan loyiha. Uje Marg'ilon City bor misol uchun va Marg'ilon ko'rikdan o'tganda yangi turar joy majmualari qurilyapti. Xitoylik tomonidan uni ham o'sha uylar ham xonadonlarga uzog'i 2 yildan keyin uje etlar ham to'lashni boshlagandan keyin bozorda o'zi o'sha hududdagi insonlar bilan o'zi band bo'ladi. Ha, tushunarli. Endi insonlarda hozirgi holatda yo'q narsani sotish nisbatan muammodir, misol uchun. Albatta. Endi sekin-sekin sal bosh ko'rinib qoldi, 30 gektar katta loyihani tizimlashtirib olish, dastur ta'minot muammolarini hammasini etap-etap hal qilib, joy-joyiga qo'yib, boshlanish holatda mijozlar ishonchiga kiritib, misol uchun o'zingizda ham 50 ming $50,000 pulinguz bo'lsa, siz o'zingizga yarasha muammongiz, o'zingizga yarasha qo'rqingiz, hammada shunday puli bor, nozi bor deydi. Albatta. Shunaqa holatda ishontirib, ma'lumotlarni berib beryapmiz va ishongandan keyin haqiqatan bu joyda bozor yuradimi o'zi? Misol uchun kuyib qolmaymanmi, aldanib qolmaymanmi? Kim kafolat beradi o'zi degan savollarga konkret javoblar beryapmiz. Mijozni o'ylantirib turgan muammolardan biri albatta. O'shanda keyin to'lovini qilib ketishadi. Tushunarli, rahmatulloh. Bu loyihalaringizda sizga omad tilaymiz. Menimcha hozir aksar qurilish kompaniyalarini marketologlari menimcha bu qisqa vaqt ichida $5 million, ya'ni o'zingiz aytganingizdek 60 milliard so'mlik savdo qilgani yo'q, men tushunishim bo'yicha. Keyingi loyihalaringizda uchrashguncha Xudo xolasa salomat bo'ling.